Полчеме работаю, потому что мне нравится быть частью команды, которая движется вперед и создает видимый результат. Birinchidan, mebel sohasida yengilliklarni Polchem birinchi chiqazadi. Yangi dizaynlar, yengilliklar juda ko'p Polchemda. Ikkinchidan keyin mebelchilarning muammolariga yechim beradi. Уже tashkil topganiga Polchem brendi o'zi tashkil topganiga 65 yil bo'ldi, xudo xolasa. Ancha tajriba, ancha sifati yuqori boshqalarga qaraganda, xudo xolasa. Shuning uchun Polchemda ishlaymiz. Jamoa yaxshi, sifatli mahsulot, sharoitlari qoniqtiradi. Shuning uchun Polchemda ishlayman. Polchem zo'r, sifatli, hammaga ma'qul bo'lyapti. Hamma muammoga yechim bor Polchemda. Я работаю на Polchem за то, что всегда стабильно, всегда благоприятные исходы, за доверие наше к ним, и я хочу пожелать самое главное благополучие и процветание этой фирме. В Polchemе я работаю много лет. Наша компания очень целеустремленная, очень дружная. Ставим перед собой мы всегда высокие цели. Двигаемся большой командой, большой семьей. Поэтому я здесь. Bu Polchem kraskani afzalligi shundaki, Polchem kraskani rangini yo'qotmaydi. Sveti zo'r, nimalari oqligi, nimalari hammasi zo'r. Brendi zo'r, rangini yo'qotmaydi, oqligini yo'qotmaydi. Chunki menga Polchem yoqadi. Men kraska bilan ishlab kelaman. Bir 25 yildan beri soham kraska. Sohamiz, xudo xolasa 15 yil bo'ladi. Imенно mebel kraskalar bilan ishlashimiz. Meni imенно ishlaganim 15 yil bo'ldi. Polchem bilan ancha-muncha narsa tajribaga egamiz. Jamoamiz yaxshi. Kollektiv. Bu bizning ikkinchi oiladek gap. Bundan keyin ham xudo xolasa harakat qilamiz. И barakali va xayrli bo'lishiga. Почему я работаю в Polchem'e? Потому что есть перспектива на дальнейшее. Уже вот 9-й год работаю. Ben sizin firmanızı 2005 yılında tanıdım. O gündür bugündür sürekli diyalog halindeyiz. Güzel ilişkilerimiz var. Müşterilerle güzel diyaloglarınız var. Ekibiniz çok güzel. Hepiniz seveceksiniz. Benim de bu şekilde firmayla çalışmak beni çok mutlu ediyor. Tercihimiz güzel bir diyalog kurulması ve pazarda çok güzel hakimiyet kurmanız bizim hoşumuza gidiyor. Tercihlerimiz hep bunlardan kaynaklanıyor.